Allohning hukmiga amal qilishdimi? Nima Allohning hukmiga amal qilib qo'yib turib hijolat bo'ladimi bular? Masalan, har bittamiz boshimizdan o'tadi. O'tadi agar haqiqatan kelsa, birodar, qaytavering. Men bugun sizni mehmon qila olmayman. Qaytavering deb qo'ysangiz, ketdi. Bilasizmi qanaqa hijolatga kirasiz? Bu nimani belgisi? Siz bilan bizning iymonimizdagi nuqsonni belgisi. Alloh rozi bo'ladigan ishni qilib turib, Allohning buyrug'ini amalga oshirib qo'yib turib, hijolat tortyapti, xuddi bir ayb ish qilgandek. Biz ayb ish qilganimiz yo'q. Qaytayotgan odam xursand bo'lib qaytsin. Chunki boyaga aytganimizdek, oyatga amal qilyapti. Alloh taolo aytadi Qur'onda: "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadayta va yusallimu taslima." Qarang, boyaga ketayotgan ham, chetkizgan ham ikkalasi ham harajda turibdimi? Hijolatchilikda. Alloh taolo nima deyapti? Yo'q. Parvardigoringizga qasamki, to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmay, to'liq taslim bo'lmagunlaricha, bo'yinsunmagunlaricha zinhor mo'min bo'lmaslar. Zinhor mo'min bo'la olmaslar. Demak, o'rtada muammo bo'lganda, ya Rasululloh, sizni ular hakam qiladi. Siz chiqarib bergan hukmni bajarishadi va shu hukmni bajarib turib qalbida hijolatchilik bo'lmasligi kerak deydi. Biz Allohning oyatiga amal qilib turib hijolat olamiz. Demak, bu siz bilan bizni iymonimizdagi nuqsonni belgisi ekan. Shunaliga Nabiy sallallohu alayhi vasallam endi qo'l ushashlik xususida hech qachon begona bo'lgan ayollarni qo'lini payg'ambarimiz ushlagan emas. Qo'lini ayol kishiga, begona ayol kishiga tegizgan emas.